Bu qېتىملىق دەرستە biz davamlıq filtrlar ichidagi g'uvolashtirish haqida to'xtalib o'taylik. G'uvolashtirishning ichida qarasak, 3 alohida turibdi. Bu 3 nima degan chog'da bu g'uvolashtirish saloni ichidagi alohida 3 tur. Ham biz xohlagan birini ko'rib boqaylik. Birinchisi maydonni yoki shu manzilni g'uvolashtirish deydi. Buni chekkandan keyin bu butun o'zgarib ketib, o'ng tarafda buning boshqarish bir konuk taxtasi yoki kontrol taxtasi paydo bo'ldi. Ondan keyin bu rasm aslida bir g'uvolashib ketgandek bir xil paydo bo'ldi. Qarasak bir chambarak, uning atrofi oq nur, uning bir tanishak turibdi. Agar men buni o'chirmasam, bu rasm asliy holatga keldi-da, jo'natgandan keyin. Uning ustida qarasak, bu yerda jazmlashtirish, bekor qilish, ondan keyin oldin ko'rish deydi. Bularni chekish orqali biz yetalik. Birinchisi manzilni g'uvolashtirish. Bu yerda qarasak bir tanishak turibdi. Men buni o'ng so'l surish orqali men g'uvolashninki darajasini tanishalayman. Qancha o'ngga surgan sari bu qimmat yo'g'onlagan sari buningki g'uvolash darajasi shuncha kuchaydi. Ya bo'lmasa men shu mouseni akilib mushadilla bevosita buningki darajasini tanishalayman. O'xshash unamagan bu. Lekin buni qarasak buningki mousening belgisi hozir xuddi bosmoqning belgisidek bo'lib qoldi. Bu nima degan chog'da men bu yerga birdan boshqa bir qanchani qo'ya olaman degan. Masalan, men bu yerga yana birini qo'ysam bo'ldi. Bu yerga qo'yish orqali bu yerning g'uvolig'ini darajasini tanishsam bo'ldi. Undan keyin men bu tarafga qo'yibmi, bu yerning g'uvolig darajasini qo'yib tanishish ilib olsam bo'laverdi degan gap. Undan keyin men buni aktivlash uchun ustiga chekib yetib turib, men buning darajasini sal bo'shatsam yoki ozlasam bo'ladi. Bu orqali tanishish maqsadiga yeta olamiz degan gap. Undan boshqa men buni hozir yo'q deb turay. Buni biz men qarasak, buni bir kadek turibdi. Bu nima degan chog'da ko'p tanlash imkoniyatiga ega qilar ekan. Men ustidagini tanlasam, tanlashdan boshqa ostidagilarni qo'shib tanlasam bo'laverdi degan gap. Yoki birini yoki bir qancha tanlasam bo'ldi degan gap. Men hozir bundan keyingisi nur chambarga g'uvolashtirish uslubini ko'rib boqaylik. Ham bu qirg'an chog'da bir chambar hosil bo'ldi. Chambarninki atrofida bir qancha chekitlar turibdi. Men bu mouseni olgandan keyin hozir bu burilish holatiga kelibdi. Men bu orqali men buni o'ng so'lga bursam yoki so'zish orqali buni shaklini darajasini o'zgartsam bo'laverdi. Hozir vaqtincha chekinib turay. Undan keyin bu hozir kvadrat shakllik oq chekitni qarasak, men buni qilish orqali buning darajasini tanishalayman. Agar men buni umumyuzlik cho'ngaytmoqchi bo'lsam degan chog'da mouseni olgan chog'imda o'ng so'lga tortish holatiga keldi. Men bu tortish orqali tang darajada so'ralayman degan gap. Undan keyin bu ichga qarasak, buning ichidami kichik 4 tal oq chekit turibdi. Bu nima degan chog'da bu hozir shu g'uvolish bilan ochiq rasm o'rtasidagi o'tkinchi orliqni belgilaydigan nuqta. Qancha yaqin bo'lsa o'tkinchi orliq shuncha kengri bo'ldi. Qancha markazdan yiroqlagan sari o'tkinchi orliq shuncha kichiklaydi degan gap. Men bu orqali buni tanishsam bo'ladi, cho'ngchilikni tanishib qilsak bo'ladi. Ham bu xuddilik apparatnikiga o'xshash tahlil qilingan. Buni odatda birini ishlatishimiz mumkin, lekin ba'zi vaqtlarda ba'zi imkoniyatlar tufayli bir qancha ishlatmoqchi bo'lsakmi, yana muqurgan o'xshash, yana birini urish orqali men mush doirani o'zgartiraman degan gap. Shu orqali o'zim ahvolga qarab belgilasam bo'ladi degan gap. Yoki shu tanishak orqali o'ng so'lni tanishash orqali belgilasam bo'ladi. Aktiv qilmoqchi bo'lsam, ustiga bir chekayotgandan keyin shu o'tgan chog'da xohlagancha aktiv qilsam bo'ladi degan gap. Yoki men shuni o'ng tarafga so'zish orqali shaklni o'zgartirib, undan keyin buni burab o'zim xohlagan bir holatda tanishib olsam bo'ladi degan gap. Ham biz buni o'tib, undan keyingisi buni qarasak, bu nima degan chog'da ost usti bo'ladi. Ham buning tanishil bo'ldi. Masalan, men qilish orqali men butunlay buni vertikal ekilalayman. Ondan keyin men buni ust-osti qilish orqali o'tkinchilar ustidan ostiga bo'lgan o'tkinchi orlig'ini tanishalayman. Ya qisqarta olayman degan gap. Men buni orqali yoki mouse orqali bevosita bularning darajasini tanishsak bo'laverdi degan gap. Mushlar orqali biz o'zimiz muvofiq qilsak bo'ldi. Ham biz bu yerga chekayotgan chog'imizda ust-ostidan bo'lgan orliqningki darajasi o'zgarishlarga nisbatan simmetrik bo'ldi degan gap. Shuni tanlab olsak ham bo'ladi. Ahvol qarab turib biz bularningki orlig'ini o'zgartirish mashg'ulotlarini qilsak bo'ladi. Ham buni qarasak, undan boshqa hammamizning ostida bu yerda bir unum deb turibdi. Bu nima degan chog'da masalan, men shu g'uvolashtirgan rayondagi nurlarning darajasi, taqilish darajasini tanishalayman. Qancha o'ngga surgan sari bu daraja shuncha oqirib ketdi, nur shuncha bo'lib ketdi degan gap. Yoki bularningki rangini o'zgartiramiz degan gap. Rangini o'zgartirish orqali
qilsak bo'ladi. Endi ba'zi bek oshirib etsak, bu aslidagi rasm shu reallikdan yiroqlab ketadi degan. Bu orqali men bu yangi darajasini, oqirish darajasi, yurish darajasini tangsam bo'laverdi degan. Mush orqaliqmi o'zimiz eng xohlagan yaxshi bir holatda tangshab bo'ladi. Agar tangshab bo'lib, mush holatni bo'ladi ekan degandan keyin biz jazmlashtirib olsak bo'ladi. Shundan oldin kim asli rasm g'uvolashgan holatga keldi degan. Biz buni bir aqliy idroklikka aylantirmoqqa darhol asli rasmlarga ko'rmaymiz. Eng yaxshisi siz g'uvolashtirib burun imkoniyatning bo'lishicha buni siz aqliy idroklik obyektga aylantirib, undan keyin qolgan filtrlash usulini qo'llansangiz intayin yaxshi bo'ladi.